Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomini yo'llash bilan birga Tarixiy nazar programmamizning 16-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli anglag'uvchilar, biz bugungi sonimizda G'arbda Turkish davlati, Qutlug' va Turkish davlatlarining birlashganligi, Türkistanның Xitay asaratidan qutulganligi, Türk Qutlug' davlati bilan islom amirlari o'rtasidagi voqealar, Sharqiy Turkistonning ishki voqealari, Ko'ktürk davlatining siyosiy, ijtimoiy ahvoli va madaniyat asarlari qatorliq mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. G'arbda Turkish davlati. Xitoylar xato talaffuz qilib Turkishi deb ataydigan turkishlar Tangri tog'ning shimolida Ko'ktürk ittifoqini tashkil qilgan 10 cho'ng qabiladan biri edi. Bular milodiy 7-asrning o'rtalarida Tubul va Irtish daryolari bo'yidagi yayloqlarda yashagan. Keyincha u yerdan ko'chib Issiqko'lning sharqiga yerlashdi. Ko'ktürk davlati yiqilgandan keyin bu 10 qabila o'z ichida davomli tirkishib, to'qinishib turadi. Natijada Xitoyning bu joylardagi ishg'oliyati ko'pincha qisqa surgan. Oxiri Turkish qabilasidan ismi O'ch'ala unvoni Bag'a tarqan bo'lgan xoni bargan siri kuchlanib, atrofida cho'ng nupus paydo qildi va Hijriy 71-yili butun 10 qabilaga hukmronlik qilg'ili boshladi. Xitoy imperatorining yordamchisi degan unvon bilan G'arbdagi turklarga hukmron bo'lgan qo'shinlarni mag'lub qilib, Xitoyga haydavatdi. O'ch'ala Bag'a tarqanning poytaxti ikki joyda bo'lib, biri 5 qabilaning markazi bo'lgan To'qmoq shahri, yana biri Ilining shimolidagi Yetsu edi. Shuning bilan O'ch'ala Bag'a tarqan G'arbda Inji daryosi, janubda Tangri tog'lari, sharqda Barıko'l va shimolda Qirg'iz yayloqlari orasidagi keng zaminda bir turk davlati qurib chiqib, G'arbiy Ko'ktürk davlatini tirildirdi. Bu chog'da Tangri tog'ning janubidagi joylardan Quchu, Roran, Kingit, Kocha va Uch qatorliq joylar Xitoy ishg'oliyati ostida. Qashqar, Yarkan va Udun Tibetliklarning ishg'oliyati ostida qolgan edi. Farxona va So'g'ut xonliqlari bo'lsa Xitoyga bosh to'lab o'z oldiga mustaqil yashamoqda edi. O'ch'ala Bag'a tarqan janubdagi bu turk yurtlaridan oldi bilan Xitoy undan keyin Tibet istilosini yo'qotib, G'arbiy Ko'ktürk davlatining burunqi territoriyasi ichidagi barliq joylarni bir turk bayrog'i ostida birlashtirishni maqsad qilgan bir siyosiy plan tuzib chiqdi. Bu plan bo'yicha oldi bilan G'arbdagi islom askarlari va janubdagi Tibetliklar bilan birlashib, Xitoylarni butunlay haydab chiqarmoq. Undan keyin arablarni turk yurtidan uzoqlashtirishni maqsad qiladi. O'ch'ala Bag'a tarqan bu jihatda nihoyatda ko'p tirishib, islom askarlari va Tibetliklar bilan birlashib, Xitoyga qarshi urush boshladi. Lekin bu g'ayrat va kuch birligi bilanmi u chaqdagi Xitoyning zo'r kuchini yengolmadi. Shundaqdimi bu uch kuch o'tirsida qolgan Xitoy o'z tavasini aran qo'g'dab, turkash, arab va tibetliklarga tajovuz qilishga jur'at qilolmadi. Qutlug' va turkash davlatlarining birlashganligi va Turkistonning Xitoy asaratidan qutulganligi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Turkish davlati qurilgandan tortib, G'arbda arab, islom askarlari, sharqda Xitoylar va janubdan Tibetliklarning davomli tahdidiga uchrab turgan edi. Uning ustiga sharqiy turk yurtlaridagi iltarish qag'anning o'rniga taxti chiqqan Qappaqon qag'an Turkish va boshqa g'arbiy turklarga tava bo'lgan butun turklarni qo'l ostiga elishga tirishmoqda edi. Oxiri Hijrining 79-yili Qappaqon qag'an Turkish davlatini besib oldi va Xitoy askarlarini yo'qotib, sharqiy va g'arbiy Turkistonni o'z bayrog'i ostiga yig'ib, qadimgi turk davlatiga o'xshash bir davlat shakli bilan
hokimiyat başladı. G'arbiy turk xonlariga o'g'lini yabg'u qilib tayinladi. O'ch'ala bag'a tarqan Qappaqxon qog'onning oliy hukmronligini e'tirof qilib bo'ysunib, ishki jihatda mustaqillikni saqlab qoldi. Bulardan bir yil burun, ya'ni milodiy 698-yili Qappaqxon qog'on Xitoyga hujum qilib, Pechili va Shanxi qatorliq joylarni ishg'ol qilib, Xitoy imperatorini boj soliq to'lab, qutlug' davlatiga tava bo'lishga majbur qilgan edi. Milodiy 700-yili Qappaqxon qog'on Iltarish qog'onning o'g'li Kulteginni Farg'ona va Sug'ud va Taxaristondagi turk xonlarini boshqarishga avatdi. Kultegin bu joylarni o'z bayrog'i ostiga ilib, umumiy vali sifati bilan G'arbiy Turkistonda yerlashib, arab islom askarlaridan mudofaa qilishga hozirlandi. Turk qutlug' davlati bilan islom amirlari o'tirsidagi voqealar. Bu faslimizda arab islom askarlarining turk yurtlaridagi g'albalari va bu aradagi urushlarning tarixini qisqacha bayon qilamiz. Dastlabda Hazrati Ömerning xalifalik zamonasida Iron shohini Nihavat urushida mag'lub qilgandan keyin Xorason atrofidagi turklar ustida arab hukmronligi boshlandi. Hazrati Osmonning xalifalik davrida ko'pchilik aholisi musulmon bo'lgan Xorason arab islom askarlarining qo'liga o'tdi. Hijriy 32-yili Xorason valisi Ahnaf bin Qays boshchiligidagi arab islom qo'shini sharqqa qarab yurish boshladi va Balx shahrini fath qildi. Undan keyin Tuvan Taxariston va Yuqori Taxaristondagi turk xonliqlari ustiga hujum qildi. Bu joydagi turklar qattiq turib qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, oxiri mag'lub bo'ldi. Jizya bermak surati bilan bo'ysunib, ishki mustaqillikni saqlab qilish sharti bilan sulh qilindi. Shuning bilan Ahnaf askarlarini ilib qaytib ketdi. Keyin Ahnaf yana Xorazmdagi turk xonliqlariga hujum qilgan bo'lsa-mu, g'alaba qilolmadi. Mana shuning bilan Hazrati Osmon zamonasida islom arab askarlari O'g'iz daryo bo'yiga kelib to'xtagan. Hijrning 80-yilgacha arab va turklar o'rtasida cho'ng urush yuz bermadi. Taxariston xonlari mustaqil bo'lib yashadi. Sharqiy Turkistonning ishki voqealari. Qappaqxon qog'on 24 yil hukm surib, Osiyoda ko'k turk davlatini yangidan tirildirdi. Milodiy 709-yili Kultegin Buxoriy so'qishidan yardar bo'lib qaytib kelgandan keyin Qappaqxon qog'on arablar bilan urush qilmadi. Buning sababi bir tarafdan Xitoy bilan urush boshlagan edi. Yana bir tarafdan Mo'ng'ulistonning g'arbidagi 9 O'g'uz va Manjuriyaning janubidagi Xitoy qabilasi isyon ko'targan va qog'on bularni besiqtirish bilan mashg'ul edi. Hijriy 86-yili Hujjat Xorasonga qo'mondan Quttayba bin Muslimni vali qildi. Qappaqxon qog'on Hijriy 97-yili vafot bo'lib, o'rniga Qutlug' qog'onning cho'ng o'g'li Bilgaxon qog'on bo'ldi. Bilga qog'onning zamonasida biz yuqorida so'zlab o'tganimizdek, inisi Kultegin turk askarlarining bosh qo'mondoni edi. Bilgaxon milodiy 734-yili vafot bo'lib, o'rniga o'g'li Ichinxon qog'on bo'ldi. Ichinxon milodiy 739-yili vafot bo'lib, o'rniga Qutlug' Bilgaxon qog'on bo'ldi. Bu qog'on milodiy 742-da vafot bo'ldi. Buning zamonasida Xitoy davlati kuchlanib, sharqda nurg'un joylarni tortib oldi. Ishki tarafdan Basmil va Qarluq qabilalari isyon ko'tarib, parakandichilik tug'dirdi. Qutlug' Bilga qog'ondan keyin o'rniga O'zmish Tegin qog'on bo'ldi. Bu qog'onning zamonasida Xitoyning hujumlari va ishki isyonlar ko'payib, davlat toza ojizladi. Hijrning 126-yili Uyg'ur Basmil va Qarluqlar birlashib hujum qildi va poytaxt Qarqurum shahrini tortib oldi. Shuning bilan 65 yil hukm surgan Qutlug' Turk davlati yiqildi. Turkesh davlati xoni O'ch'ala bag'a tarqanning Qutlug' davlatining qog'oni Qappaqxon qog'onga bo'ysunganligini yuqorida so'zlab o'tdik.
Bu vaziyat 3 ala Bag'atarxonning vafotiga qadar davom qildi. Uning vafotidan keyin o'g'li Suuqu, ya'ni Saqalxon taxtga chiqdi. Lekin inisi Chanuxon bilan taxt talishib urush boshladi. Uzun davom qilgan bu urushlar natijasida yurtda ig'ir holda tinchsizlik va vayronchilik yuz berdi. Qappaqon Qaxon bu ikki akukini tutib o'ldirdi. Buning bilan Öç ala Bag'atarxon jamiyatining hukmronligi yiqildi. Bularni Turkish davlatining ikkinchi qatim qurilishi degan bobda tafsili bayon qilamiz. Hijrining 80, ya'ni milodiy 699-yili Qappaqon Qaxonning Xitoylarni haydab chiqargandan keyin Sharqiy Turkistondagi butun yerlik xalqlar Qappaqon Qaxonga tava bo'lgan va bu vaziyat uning vafotiga qadar davom qildi. Bu arada Xitoylar Sharqiy Turkistonga hujum boshlagan bo'lsa-mu, milodiy 714-yili mustaqillik e'lon qilgan Sulu Qaxonning g'ayrati bilan Xitoylar mag'lub bo'lib qochdi. Shu tarixdan boshlab toki milodiy 739-yilgacha Sharqiy Turkiston xonlari Turkish Qaxonning himoyasi ostida mustaqil yashadi. Ko'ktürk davlatining siyosiy, ijtimoiy ahvoli va madaniyat asarlari. Ko'ktürk davlati Osiyoning umumiy madaniyat tarixida muhim o'rinni egallaydi. Sharqiy Ko'ktürk davlatining ikkinchi xonadoni bo'lgan Qutlug' Qag'onligi davridan bugun bizgacha yetib kelgan Urxun abidalari deb atalgan mashhur qadimgi turk kitoblarini bizga meros qoldirib, qadimgi turk madaniyat tarixiga g'oyat cho'ng bir xizmat ko'rsatgan. G'arbiy Ko'ktürk davlati o'zining jo'grafiyalik o'rnining muhimligi sababi bilan umumiy tarixda texmo cho'ng o'rinda turadi. Bu davlat yolg'iz Xitoy bilan emas, balki Iran davlati, Roma imperatorligi qatorliq cho'ng davlatlar bilan siyosiy va iqtisodiy munosabat o'rnatgan. Bu davlatlarga doimiy turishliq elchilar avatgan va u davlatlarning elchilari Ko'ktürk ordusida turgan. Ko'ktürk davlatlari milodiy 6-asrning 2-yarmida yolg'iz Xitoy imperatorligini dahshatga silibli qolmadi. Shundaqla Sasani va amaliyotda Bizansni titratgan qudratga ega edi. Ichki siyosat. Yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek, kuch-qudrat topgan Ko'ktürk davlati bir asrdak muddat ichida Ingan tog'laridan Volga daryosigacha va Altay tog'laridan Hindiston chegarasigacha bo'lgan oraliqdagi butun turk qavmlarini o'z hokimiyati ostida birlashtirib idora qildi. Bu joylardagi tinchlik va omonlikni saqlab, tartib-intizom o'rnatdi. Bu tinch farovonlik va tartib-intizomlar natijasida atrofdagi davlatlardan Xitoy, Iran, Hindiston va Rom qatorliq davlatlar bilan o'zaro savdo tijorat ishlarini jonlantirdi. Bir-birlari bilan sanoat va madaniyat almashtirish faoliyatlarini xotirjam ilib berib, bu jihatlarda o'zaro foydalanishga yaxshi imkoniyatlar tug'ildi. Iran va Romning madaniy mahsulotlarini, tijorat mollarini to'shigan cho'ng-cho'ng karvonlar Türk yurtining ichidan uzilmay bexaraman o'tib, toki Xitoy va Yaponiyagacha qatlab turdi. Va u yerning mollari g'arb dunyosi bozorlarigacha yetib bordi. Bu o'zaro almashtirish yolg'iz so'z sanoat bilanla cheklanib qolmadi. Bir muncha ideya va diniy e'tiqodlarmi millatlar orasida bir-birlariga ta'sir ko'rsatdi. Bu mezgilda Ironda rivoj topgan Mani dini va Hindistondagi Budda dini O'rta Osiyoga kirib taraqqiy qildi va Xitoyga tarqaldi. Bu taraqqiyotlarning yuz berishidagi asosiy sabab turk yurtlaridagi tinchlik va omonlikning mustahkam o'rnatilganligi, jamiyatdagi tartib-intizomning mukammalligi va sayohat tijorat erkinligining bo'lganligidandir. Davlat tashkiloti. Ko'ktürk davlatining tashkiloti Hunlarning davlat tashkilotlariga nihoyat o'xshaydi. Ko'ktürk davlati yuqorida so'zlab o'tgan boshqa turk davlatlariga o'xshash, xonliqlar va beyliklar umumiy ishlarda bir raisning bayrog'i ostida birlashtirilgan
birleşmə dövlət olub, hazırkı dövlətlərdək mərkəzləşdirilən dövlət tüzümü emasdi. Türk xanları və bəglərinin Köktürk Qaxanıға tövəndiki işlərdə boy sunish məcburiyyəti бар idi. Birinci, yat dövlətlər bilən uruş qılğanda hər bir xan və bəg öz əskərlərini elib, Qaxanның rəhbərligində uruşqa qatnaşatdı. İkinci, yurtның umumi tinchligini qo'g'dash jihatda Qaxanның əmri qattiq bo'lib, buyruqqa itoat qilishlari lozim edi. Uchinchi, xanlar va baglar Qaxan xazinasiga har yili belgilangan miqdordagi tortiqlarni o'z vaqtida yo'llab berishi kerak edi. To'rtinchi, Qaxanның tasdiqi bo'lmasdan yot ellar bilan do'stlik munosabat o'rnatishga ruxsat qilinmaydi. Ondan başqa yana bütün ishki ishlarda har bir xan və bəg öz təsir dairəsi içindəki yerlərdə müstəqil idi. Qoşni xanlıq və bəglik bilan kelishim tüzüş yoki so'qish qilish ularning o'z ixtiyoriga bog'liq edi. Mansab avlodga miros qolatdi. Köktürk davrida İlxan, Yabg'u, Tegin, Shot, Abidshot, Tarxan, Buyruq və Chor deganga o'xshash sharaf unvonlar bor edi. Qaxan jamiyatiga mansub shahzodalar Tegin, Shot yoki Abidshot degan unvon bilan ataladi. Urxun abidalaridagi tosh bitiklarga yozilgan mazmunlarga qaraganda Tegin mutlaq shahzoda deganlik bo'ladi. Teginlardan biri viloyatga vali yoki qabilaga boshliq bo'lganlari Shot, bir qancha viloyatga umumiy vali yoki bir qancha qabilaga boshliq bo'lganlari Abidshot yoki Ididshot deb ataladi. Yabg'u bo'lsa, mamlakatning bir bo'limini idora qiladigan Qaxanning o'rinbosari darajadagi shahzodalarga maxsus beriladigan unvon edi. Davlatning yuqori darajadagi amaldorlari buyruq va bag degan mansablarga bo'lingan edi. Qaxan jamiyatidan bo'lmagan, ammo yurtda yuz obro'yi va cho'ng inovati bo'lgan mashhur zotlar İlxan degan unvon bilan ataladi. İlxandan keyin keladigan martabadagi unvonlar bo'lsa, Tarqan, Bağa Tarxan, Chor qatorliqlardan iborat edi. Harbiy Köktürk davlatida hukumatning katibat va hisobot ishlariga mas'ul bo'lgan amaldorlar tamg'ichi deb ataladi. Mana bu ma'lumotlardan Köktürk davlatining nihoyatda muntazam, intizomli bir idoriy tashkilotga ega ekanligini ko'rib olaymiz. Qadrli anglag'uvchilar, shunday qilib vaqt munosabati bilan bugungi tarixga nazar programmamizning 16-soni mush yerda oxirlashdi. Kelak sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.